Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu har biringizga, har bir oilaga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Hozir aytadiganlarim nafaqat moliyaviy ahvolingizga, balki kelajakdagi farovonligingizga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoning bir soniyasini ham o'tkazib yubormang. Chunki sizning pulingiz sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar. Nafaqalar, kompensatsiyalar va imtiyozlar sizni kutib turgan bo'lishi mumkin, ammo ularni olish uchun faqatgina bitta shart bor. O'zingiz ariza berishingiz shart. Agar ariza bermasangiz, bu pullarni shunchaki qo'lga kiritmaysiz. Bugungi ma'lumot hayotiy muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot hammaga yetib borishi kerak. Aziz do'stlar, avvallari ko'pchilik ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlar tizimi bir muncha boshqacha ishlagan. Ko'pincha ma'lum bir imtiyozga ega bo'lgan shaxs avtomatik tarzda tegishli to'lovlarni qabul qila boshlagan. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar ma'lum bir guruh tasdiqlanganidan so'ng ularga avtomatik ravishda nafaqa tayinlangan. Yoki bolalar nafaqalari agar oilaning daromadi belgilangan miqdordan past bo'lsa, aksariyat hollarda mahallaning ijtimoiy xizmatlari orqali ro'yxatlar tuzilib, to'lovlar deyarli avtomatik tarzda amalga oshirilgan. Bu tizim bir tomondan qulaydek tuyulardi, chunki fuqarolardan ortiqcha hujjatbozlik talab qilinmasdi. Lekin boshqa tomondan bu tizimda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bor edi. Birinchidan, ma'lumotlar bazalarining eskirganligi sababli ayrim to'lovlar aslida muhtoj bo'lmagan shaxslarga ham yetib borishi mumkin edi. Ikkinchidan, haqiqatda yordamga muhtoj bo'lgan, ammo tizimda ro'yxati mavjud bo'lmagan fuqarolar e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. Uchinchidan, bürokratik jarayonlar tufayli to'lovlar kechikishi yoki umuman noto'g'ri hisoblanishi kabi holatlar ham uchrab turardi. Aytaylik, birorta qishloq fuqarosi kambag'allikda yashaydi, ammo uning qayerda qanday yordam borligidan xabari yo'q. Mahalladagi vakillar esa uning holatidan bexabar. Natijada u yordamsiz qolardi. Bugungi kunda esa bu tizim tubdan o'zgargan. Davlatimiz ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endi ko'plab ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar va imtiyozlar avtomatik tarzda emas, balki fuqarolarning bevosita ariza berishi asosida tayinlanadi. Bu degani, agar siz ma'lum bir imtiyozga ega bo'lsangiz ham, agar uni olish uchun tegishli organga murojaat qilib ariza topshirmasangiz, u pullarni olmaysiz. Hech kim sizning eshigingizni taqillatib kelib, sizga pul tegishli, iltimos oling demaydi. Endi mas'uliyatning katta qismi fuqaroning o'ziga yuklanadi. Bu o'zgarishning asosiy sabablari bir nechta. Eng avvalo, mablag'larni chinakam muhtojlarga yetkazish, har bir so'mning hisobini bilish va korrupsiya holatlarining oldini olish. Shuningdek, ma'lumotlar bazalarini doimiy ravishda yangilab borish va fuqarolarni o'z huquqlaridan xabardor qilish ham ushbu o'zgarishlarning muhim jihatlaridan biridir. Endi bizning vazifamiz o'zimizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni aniqlash va ularni olish uchun zarur qadamlarni qo'yish. Keling endi. Qanday to'lovlar haqida gap ketayotganini va kimlar tashvishlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki bu yerda men sizga aniq misollar bilan tushuntirib beraman. 1. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam. Avvalambor kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bolalar nafaqasi va moddiy yordamni olaylik. Oldinlari bu nafaqa mahallalar orqali shakllangan ro'yxatlar asosida berilishi mumkin edi. Ya'ni, mahalla xodimi oilaning ahvolini o'rganib, uni ro'yxatga kiritardi va nafaqa tayinlanishi mumkin edi. Ammo endi vaziyat boshqacha. Hozirgi kunda bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamni olish uchun oilaning o'zi davlat xizmatlari markaziga DXM yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga mitohka.uz murojaat qilish shart. Keling, real hayotiy misol bilan ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi Azimovlar oilasi bor. Ularning 3 farzandi bor, eng kichigi 2 yoshda. Oilaning oylik daromadi jami 1 ming so'm atrofida. Ular ilgari hech qanday ijtimoiy yordamga murojaat qilishmagan. Taxminlarga ko'ra, ular kam ta'minlangan deb hisoblanishi mumkin. Chunki qonunchilikda har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad miqdori belgilangan. Agar bu oila a'zolariga to'g'ri keladigan daromad miqdori, masalan, belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, bu har yili o'zgaradi va hozirgi kunda taxminan 620 ming so'm atrofida.
ular bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin agar Azimovlar oilasi o'zlari tashabbus ko'rsatib, DXMga bormasalar yoki MyDocup.uz orqali elektron ariza bermasalar, ularning farzandlari uchun beriladigan har oylik nafaqalar shunchaki ularga taqdim etilmaydi. Hech kim ular haqida avtomatik tarzda ma'lumotni bazaga kiritmaydi va ularga pul yubormaydi. Shuningdek, nafaqa to'g'ridan-to'g'ri oilaning bank kartasiga o'tkaziladi. Shuning uchun bank kartasi ham bo'lishi kerak. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat shuki, ariza berish jarayonida sizdan oilangizning barcha daromad manbalari haqida ma'lumot so'raladi. Ish haqi, tadbirkorlikdan tushgan daromad, boshqa nafaqalar va hokazo. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, bu muammolarga olib kelishi mumkin. Arizani to'ldirishda barcha hujjatlar, jumladan pasport, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh guvohnomasi va oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar talab qilinadi. Uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya. Ikkinchi misol, bu kam ta'minlangan oilalar. Yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya yoki subsidiyalar. Oldinlar bu turdagi yordam ham mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli tashkilotlar tomonidan ro'yxatlar asosida berilishi mumkin edi. Masalan, mahalla komiteti qishloqdagi eng qashshoq xonadonlarni aniqlab, ularga elektr energiyasi yoki gaz to'lovi uchun yordam puli ajratish bo'yicha takliflar kiritgan. Endi esa bu yordamni olish uchun ham sizning shaxsan o'zingiz murojaat qilishingiz shart. Misol uchun, Namangan viloyatida yashovchi ixtim yoshli Nuriddin bobo bor. U yolg'iz yashaydi. Faqatgina pensiyasi bor. Uning pensiyasi har oyda aytaylik 1.200.000 so'm. Bu unga kommunal to'lovlar uchun qimmatlik qilishi mumkin. Agar Nuriddin bobo DXMga borib yoki MyDocup.uz orqali ariza bermasa, unga hech qanday kompensatsiya berilmaydi. Natijada u qishda issiqlik uchun katta pul to'lashi yoki elektr energiyasidan tejamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Bu esa uning yashash sharoitini yomonlashtiradi. Kompensatsiya olish uchun ariza berishda sizdan pasport, pensiya guvohnomasi, turar joyga egalik huquqi bo'yicha hujjat, kadastr hujjati va bank hisob raqami haqida ma'lumotlar talab qilinadi. Ba'zi hollarda oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Agar u yolg'iz yashamayotgan bo'lsa, bu yerdagi asosiy sabab davlat har bir murojaat qilgan fuqaroning holatini individual ravishda o'rganib chiqishni xohlaydi. Bu orqali yordamga muhtojlarga aniq va o'z vaqtida yordam ko'rsatish kafolatlanadi. Qo'shimcha pensiya to'lovlari va imtiyozlar. Uchinchi misol esa ba'zi toifadagi fuqarolarga beriladigan qo'shimcha pensiya to'lovlari yoki imtiyozlar bilan bog'liq. Bu ayniqsa mehnat faxriylari, urush qatnashchilari va nogironlari, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar, shuningdek boshqa imtiyozli toifadagi fuqarolarga taalluqli bo'lishi mumkin. Masalan, Farg'ona viloyati yashovchi 75 yoshli Mohira xola bor. U uzoq yillar o'qituvchilik kasbida faoliyat yuritgan, bir qancha davlat mukofotlariga ega. Uning mehnat staji 4 yildan ortiq. Uning pensiyasi bor. Lekin u o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozli to'lovlar borligini bilmasligi mumkin. Ba'zi hollarda uzoq muddatli mehnat faoliyati uchun, masalan, ma'lum bir sohada 35 yil va undan ko'proq ishlagan shaxslarga pensiyaga qo'shimcha ustamalar yoki maxsus to'lovlar tayinlanishi mumkin. Yoki urush faxriylariga har yili muayyan bayramlar arafasida bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Agar Mohira xola kabi fuqarolar o'zlarining imtiyozli holatini tasdiqlovchi hujjatlar bilan pension jamg'armasi bo'limiga murojaat qilmasalar, ularga tegishli bo'lgan bu qo'shimcha pullar shunchaki berilmaydi. Garchi ularning mehnat daftarchasida barcha ma'lumotlar mavjud bo'lsa-da, davlat avtomatik ravishda bu ustamalarni hisoblab chiqib to'lamaydi. Sababi davlat har bir imtiyozning o'ziga xos talablari borligini. Hujjatlar har bir shaxs uchun alohida ko'rib chiqilishini istaydi. Ba'zi imtiyozlar, masalan, ma'lum bir yoshga yetganda yoki ma'lum bir kasallik aniqlanganda aktivlashadi. Shuning uchun ariza topshirish muhimdir. Mohira xola bu ma'lumotdan xabardor bo'lib, ariza berganida u har oyda pensiyasiga qo'shimcha 200.000 so'm olishi mumkin edi. Bu uning kundalik hayotida ancha qo'l keladigan pul hisoblanadi. Kim tashvishlanishi kerak? Har bir fuqaro, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchilar, bolali onalar, shuningdek turli imtiyozlarga ega bo'lgan boshqa shaxslar. Kim tashvishlanmasligi kerak?
Agar siz davlat tomonidan hech qanday ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmasangiz, daromadingiz qonunchilikda belgilangan me'yorlardan yuqori bo'lsa, demak sizga bu turdagi to'lovlar tegishli emas. Ammo sizning yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz orasida shunday toifadagi fuqarolar bo'lishi mumkin. Ularga bu ma'lumotni yetkazish juda muhim. Endi esa ushbu qoidalarning istisnolari, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Chunki hamma narsa doimo oddiy va tushunarli bo'lavermaydi. Ba'zan kichik bir tafsilot ham katta farq qilishi mumkin. Bir, avtomatik uzaytiriladigan to'lovlar va yangi ariza talab etiladiganlar. Eng katta chalkashliklardan biri bu. Ba'zi to'lovlarning avtomatik tarzda uzaytirilishi va ba'zilar uchun esa qayta ariza berish zarurati. Misol uchun, ba'zi nafaqalar. Agar sizning ijtimoiy ahvolingizda sezilarli o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ma'lum muddatga, masalan 6 oy yoki 1 yilga avtomatik tarzda uzaytirilishi mumkin. Bu ayniqsa. Bolalar nafaqalari yoki moddiy yordamning ba'zi turlari uchun kuzatilishi mumkin. Ammo shunga qaramay, ma'lum bir muddat o'tgach, masalan 1 yildan keyin siz yana qayta ariza berishingizga to'g'ri keladi. Hech qachon meni ro'yxatga olishgan, demak endi doimiy ravishda olib boraman deb o'ylamang. Har doim muddatlarni kuzatib boring. Agar nafaqa muddati tugagan bo'lsa va siz uni avtomatik uzaytirish haqida xabar olmagan bo'lsangiz, demak yangi ariza topshirishingiz shart. Misol uchun, agar siz 2 oylik bolalar nafaqasini olgan bo'lsangiz va muddat tugagan bo'lsa, sizga hech kim telefon qilib arizangiz muddati tugadi, qayta topshiring demaydi. 2. Vaziyatdagi o'zgarishlar va ular bilan bog'liq xatarlar. Ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlar odatda oilaning daromadi, tarkibi, ijtimoiy ahvoli kabi mezonlarga bog'liq. Agar oilaning ahvolida sezilarli o'zgarishlar yuz bersa, bu sizning imtiyozlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oila daromadi oshsa, yangi a'zo tug'ilsa, oilaning bir a'zosi ishga kirsa, nikoh buzilsa yoki aksincha, oilaning tarkibi o'zgarsa, bu haqda tegishli organga xabar berish kerak. Agar siz bu o'zgarishlar haqida xabar bermasangiz va sizga noto'g'ri tarzda to'lovlar davom ettirilsa, keyinchalik bu pullarni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu siz uchun kutilmagan moliyaviy yuk bo'lishi mumkin. Keling, misol bilan tushuntiray. Samarqandda yashovchi bir oila kam ta'minlanganlik uchun bolalar nafaqasini olib kelgan. Bir necha oydan keyin oilaning otasi yaxshi maoshli ishga kirdi va oilaning umumiy daromadi qonunchilikda belgilangan me'yordan oshib ketdi. Ammo ular bu haqda hech qayerga xabar berishmadi. Nafaqa avtomatik tarzda yana 6 oyga uzaytirildi. Keyinchalik tekshiruvlar davomida bu holat aniqlandi va oiladan ortiqcha to'langan summani qaytarish talab qilindi. Bu esa oilaning moliyaviy ahvolini yanada murakkablashtirdi. Bunday holatlarga tushmaslik uchun doimiy o'zgarishlar haqida xabar bering. 3. Qo'shimcha hujjatlar va ularning ahamiyati. Ba'zan dastlabki ariza berishda talab qilingan hujjatlar yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Maxsus holatlar uchun qo'shimcha hujjatlar talab etiladi. Masalan, agar oilaning bir a'zosi chet elda ishlagan bo'lsa, uning daromadi haqida ma'lumot berish talab qilinishi mumkin. Yoki oila qandaydir mulkka egalik qilsa, lekin u ishlatilmayotgan bo'lsa, uning holatini tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Ba'zi hollarda kasallik tarixi, tibbiy xulosalar yoki sud qarorlari kabi maxsus hujjatlar ham talab qilinadi. Bu kabi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etmaslik arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har doim tegishli tashkilotning so'rovlariga diqqat bilan quloq soling va talab qilingan barcha hujjatlarni to'liq taqdim etishga harakat qiling. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan to'lovlar uchun nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi yangi muddatga qayta taqdim etilishi kerak. Agar bu hujjat yangilanmasa, to'lovlar to'xtatiladi. 4. Onlayn va anaviy usullar. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki MyBank.gov uz portali orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati mavjud. Ko'pchilik bu usulni qulay deb hisoblaydi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, onlayn ariza berishda ham e'tiborli bo'lish lozim. Barcha maydonlarni to'g'ri va to'liq to'ldirish, kerakli fayllarni yuklash, imzo chekish, elektron raqamli imzo orqali juda muhim. Agar bitta kichik xato ham bo'lsa, arizangiz rad etilishi mumkin. Ba'zi odamlar esa, ayniqsa keksa avlod vakillari onlayn xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunday holatda DXMga shaxsan borib, mutaxassis yordamida ariza topshirish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Bu yerda xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga barcha qadamlarda ko'maklashishlari shart.
5. Noto'g'ri ma'lumotlar va soxta hujjatlar. Eng jiddiy xatolardan biri bu noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etish yoki soxta hujjatlardan foydalanishga urinish. Bunday harakatlar nafaqat to'lovlarni olishdan mahrum qiladi, balki qonuniy javobgarlikka ham tortilishga olib kelishi mumkin. Davlat organlari barcha ma'lumotlarni bir-biriga solishtirish va tasdiqlash imkoniyatiga ega. Masalan, sizning daromadingiz haqidagi ma'lumotlar soliq idorasi, banklar va boshqa manbalardan olinishi mumkin. Agar siz yolg'on ma'lumot bersangiz, bu tezda aniqlanadi. Shuning uchun har doim halol va shaffof bo'lishga intiling. Bu sizni kelajakdagi muammolardan qutqaradi. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, bu pullarni olish uchun aniq qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Qayerga borish, qanday hujjatlar yig'ish va nimalarni yozish kerak? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning vaziyatingizga qarab murojaat qilish joyi biroz farq qilishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng universal va qulay variant. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya kabi ko'plab ijtimoiy to'lovlar bo'yicha arizalarni DXM ga topshirishingiz mumkin. Bu markazlar mamlakatimizning har bir tuman va shahrida mavjud. Shaxsan borib, navbat olib, mutaxassis yordamida arizani to'ldirishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myPOP.uz. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz va elektron raqamli imzo eriga ega bo'lsangiz, ko'pgina arizalarni uydan chiqmagan holda onlayn topshirishingiz mumkin. Bu vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. Portalda qanday xizmatlar mavjudligini ko'rib chiqing. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Agar gap pensiya yoki unga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar haqida ketsa, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ba'zi hollarda eng dastlabki maslahat va yo'nalish olish uchun o'z mahallangizga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizni qaysi organga murojaat qilish kerakligi bo'yicha yo'naltiradi. 2. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Hujjatlar to'plami siz olmoqchi bo'lgan to'lov turiga qarab farq qiladi, ammo umumiy talablar bor. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, daromadlar to'g'risidagi ma'lumot, ish joyidan ma'lumot nima, ish haqi haqida, pensiya guvohnomasi agar pensioner bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatidan daromadlar haqidagi deklaratsiyalar. Ba'zi hollarda oilaning mulkchilik ahvoli haqida ma'lumotlar ham talab qilinishi mumkin. Bank hisob raqami, plastik karta rekvizitlari. To'lovlar bevosita shu hisobga o'tkaziladi. Agar imtiyozli toifa bo'lsangiz. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, TM2 xulosasi, urush faxriysi guvohnomasi, ko'krak nishonlari nusxasi kabi maxsus hujjatlar. Turar joyga egalik huquqi bo'yicha hujjat, kadastr hujjati. Agar kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olishni istasangiz. Ba'zi hollarda sizdan oilaning barcha a'zolarining JSHR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami ma'lumotlari ham talab qilinishi mumkin. Muhim eslatma. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda faqat nusxalari olinib, aslari qaytariladi. Ba'zan esa asl nusxalar ham ko'zdan kechirilishi talab qilinadi. Uch, arizani qanday to'ldirish kerak? Tushunarlilik va to'liqlik. Arizaning har bir bandini diqqat bilan o'qing va uni to'g'ri va to'liq to'ldiring. Hech qanday joyni bo'sh qoldirmang. Agar biror band sizga tegishli bo'lmasa, taalluqli emas deb yozing yoki chiziqcha torting. Haqiqatga moslik. Barcha ma'lumotlar haqiqatga mos bo'lishi shart. Yuqorida aytganimdek, noto'g'ri ma'lumotlar jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Arizani imzolashdan oldin. Unda yozilgan barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing. Elektron ariza berishda esa orqali tasdiqlash majburiy. Yordam so'rash. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa yoki arizani to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, DXM xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga majbur. Ko'r muddati va kuzatuvi. Muddati. Aksariyat ijtimoiy to'lovlar uchun ariza berish muddati cheklangan emas. Ya'ni siz istalgan vaqtda murojaat qilishingiz mumkin. Ammo to'lovlar odatda ariza berilgan oydan boshlab hisoblanadi. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish muhim. Misol uchun, agar siz bolalar nafaqasini olishga haqli bo'lsangiz va fevral oyida ariza bersangiz, nafaqa mart oyidan hisoblanib, shu oydan berila boshlanadi. Sizga yanvar yoki undan oldingi oylar uchun to'lanmaydi.
Kuzatuv, ariza topshirganingizdan so'ng uning holatini kuzatib boring. Agar DXM orqali bergan bo'lsangiz, sizga ariza qabul qilinganligi haqida kvitansiya beriladi. Undagi raqam orqali arizangizning holatini tekshirishingiz mumkin. Onlayn ariza bergan bo'lsangiz, my.gov.uz portaldagi shaxsiy kabinetingiz orqali arizaning harakatini kuzatib borishingiz mumkin. Agar qaysidir hujjat yetishmasa yoki qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, sizga xabar beriladi. Unga zudlik bilan javob berish muhim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz do'stlar, bugun biz juda muhim masalani ko'rib chiqdik. Sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlarni olish uchun sizning faolligingiz juda zarur. Menga tegishli bo'lsa, o'zlari berishadi degan eski tushuncha endi o'tmishda qoldi. Endilikda davlat tizimi fuqarolarning bevosita murojaatini kutadi. Shuning uchun o'z huquqlaringizni bilish, zarur hujjatlarni tayyorlash va tegishli organga murojaat qilishni kechiktirmang. Har biringizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga imkon beradigan bu imtiyozlardan foydalanish sizning qo'lingizda. Yodingizda tuting. Agar siz ariza topshirmasangiz, bu qo'shimcha to'lovlarni olmaysiz. Bu pul sizga tegishli bo'lishi mumkin, ammo u sizning harakatingizni kutmoqda. Shuning uchun atrofdagi yordamga muhtoj yaqinlaringizga, qo'shnilaringizga ham bu ma'lumotni yetkazing. Balki ular shu haqida bilishmas. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, fikr va mulohazalaringizni sharhlar bo'limiga yozib qoldiring. Har bir savolingizga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizni yanada foydali kontent yaratishga ilhomlantiradi. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.